Bir kuni podshoh vazir bilan xurmo yeb o'tirar va xurmoning danagini vazirning oldiga tashlar edi. Ular barcha xurmoni yeb bo'lishgach, podshoh vazirga qarab, sen shunchalik ochko'z hamda badnafs ekansanki, oldinga qara, shuncha ham ko'p xurmoning danagi jamlanibdi, debdi. Vazir esa donolik bilan, ey podshohim, haqiqiy ochko'z va badnafs shunday odamlarki, ulardan na xurmo qoladi va na uning danagi, debdi. Demak, ko'rib turganimizdek, podshoh o'zining badnafsligini vaziriga to'nkash uchun hiyla ishlatdi, lekin vazir esa o'zining donoligi, zukkoligi, aqlliligi bilan podshohning undan-da badnafsroq, ochko'zroq ekanligini chiroyli qilib tushuntirib berdi. Darhaqiqat, shunday insonlar borki, o'zi bir aybni, xatoni, kamchilikni qilib turib, uni boshqalariga to'nkamoqchi bo'lishadi. Albatta, bu nihoyatda razolatli shaxslardan chiqadigan ishlar bo'lib hisoblanadi. Bizlar esa ulardan uzoq turishimiz va bunday yomon odatlardan o'zimizni tiyishimiz lozim. Endi matnning fors tilidagi variantini ko'ramiz. Podshoh با وزیر خرما می‌خورد و هسته خرما را پیش وزیر می‌انداخت. چون تمام خرما را خوردند، پادشاه به وزیر گفت: خیلی پرخور هستی که هسته خرمای بسیار پیش تو است. وزیر گفت: ای پادشاه، پرخور آنهایی هستند که نه خرما باقی گذاشتند و نه هسته. اینچنین پادشاه میخواست که عیب خود را به وزیر بیندازد، ولی با دانایی باهوش خود وزیر از این حرف بد پادشاه توانست خود را امین کند. ما نیز باید خود را از این جوری گناه ها، اشتباه ها دیر دست بگیریم. Sizlarning ham izohlaringizni kutib qolamiz. Diqqat e'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.